Salom do'stlar, siz Fakt Uz kanaldasiz. Bugun siz inson miyasi haqida aql bovar qilmas shok qiladigan 7 faktni bilib olasiz. Video oxirigacha ko'ring. Eng hayratlanarlisi oxirida. Birinchi fakt. Inson miyasi 24 soat ishlaydi. Hatto uxlayotganingizda ham. Siz dam olayotganda miyangiz xotiralarni tartiblaydi. Ikkinchi fakt. Miya elektr energiya ishlab chiqaradi. Bu energiya hatto kichik lampani yoqishga yetadi. Uchinchi fakt. Miya bir soniyada minglab ma'lumotlarni qayta ishlay oladi. Bu uni eng kuchli kompyuterlardan ham tezroq qiladi. To'rtinchi fakt. Biz miyamiz faqat 10% ishlatamiz degan gap yolg'on. Aslida esa deyarli hammasi ishlaydi. Beshinchi fakt. Uyqusiz qolish spirtli ichimliklardan ham ko'proq zarar yetkazadi. Shuning uchun uyqu eng muhim yoqilg'i. Oltinchi fakt. Kitob o'qish, yangi til o'rganish va yangi ko'nikmalar miyani kuchaytiradi va yoshartiradi. 7-chi fakt. Eng shok. Miya og'riq sezmaydi. Shuning uchun ayrim miya operatsiyalari bemor hushyor holatda ham amalga oshiriladi. Agar bu faktlar sizni hayratlantirgan bo'lsa, like bosing. Yana shunday qiziqarli faktlar uchun kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda yana shok faktlar bilan uchrashamiz.